Har doimgidek tema, O'zbekka dam olishga chiqsangiz, biz shunaqa hamma yoqni yoyib ketishimiz kerak. Tinchtirib ketsak, attimiz zirkamayib qoladi. Hop, ko'rsatib o'taman. Lekin tabiat va shu chiroyli joy. Bu yoqda dam olishdan oldin hamma yoqni bitta uborka qilib chiqish kerak. Xo'p, malaka. Shu dam olish keladigan baraka topkurlar. Olib ketinglar, musorlarni qoldirib ketmanglar unaqa. Xullas ketdi o'sha yergacha hamma shunaqa axlatxona. Mana bu yoqdan kelyapman, u nari yoqdan. Hamma yoqqa musor tashlab ketishgan. Hamma salqin, daraxtlarning tegi, qulay joylar. O'tirishgan, ishlatishgan, shuni tashlashgan, ketishgan. Hey, mayli. Hammamizni sog' bersin. Hey o'zi yog'iga bota urgan inson, insofni nonushtaga tuxum bilan qovurgan inson, o'z tabiatini o'zi ko'kka sovurgan inson, butun dunyo tushundi-ku sen qachon o'rganasan. Kelajakda menman keyingi yilni o'ylab ko'r, tasavvur qilib bundan sal yomonroq bo'lsa, bu ketishda hammasi rasvo bo'lishi turgan gap-ku.